Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Yaxshilarmi? Kel. Ha, kelir. Mana do'stlar, men lestnisadan chiqqanda masher narag'i butgan. Короче, mana bitta komnat kirganda ikkita komnat, kichkina komnatlar. 3,5 ga bunday 3 ekan. Ikkita komnat, 3 ta komnat. Do'stlar, bunday narsani обязательно yuvg'ila. Do'stlar, bunday sho'rni. Ustidan shpagilovka qilib yopib ketadi devagilar do'stlar. Sho'r bo'lov bunday turadi. Mana sho'r yo'g'a misala, mashinlarda ham yuvg'ila do'stlar. Shpagilovkadan keyin nam tegandan keyin sho'r chiqib beradi do'stlar. Ustalar ketgandan keyin uydagi qayra расход qilsin do'stlar. Ilojini boricha. Nam tegandan keyin usta bitirib ketadi. Уже 1 oy 2 oydan keyin уже tepishni boshlaydi. Ozgina sho'r chiqqandan keyin nam chiqadi. Namni sho'r o'zi ko'paytirib oladi. O'shuning uchun quruq bu sho'r yo'q ekan deb shpagilovka qilib sho'rda обязательно yuvdirg'ila do'stlar. Sho'r bo'lsa yuvdirg'ila do'stlar. Usta ketgandan keyin uydagi palon pul расход qilib, keyin yana sizlardan keyin duvoli ko'chib, yana расход qilsin uydagisi. Oson emas. Pastda 3 ta, men bilan mana 4 ta. 5 ta. Ko'rdingizmi? 6 ta. 7 ta. Bu balkon ekan mana. Balkon. Ko'rdingizmi? 7 ta komnat bo'ldi. Mana komnatlarni ko'rib qo'yinglar. Do'stlar, ilojini boricha mana quruq duvol. Sho'r yo'q, ko'rdingizmi? Ustidan shpagilovka qilib bosib bermanglar do'stlar. Shpagilovka ho'l bo'ladi, degilar, ho'l bo'ladi. Tortganinglardan keyin sekin o'ziga tortib 1 oy, 1,5 oyda usta chiqib ketib bo'ladi bu yerdan. Sho'r ko'payib o'ziga namlikni tortaveradi, ko'paytiraveradi. Yaylab boraveradi. Keyin remont o'ladi. Uydagisi yana qayra remont qilib yurmasin do'stlar. Обязательно sho'rda 2 slok yurgilar. 1 slok ola-bila qilib qo'yinglar. Qo'ldan kelguncha ko'ngildan chiqarib qilib bergilar. Hozir pul topish oson emas do'stlar. Biz hozir lestnisalari bilan ponni qilib ketdik. Do'stlar, bunday narsaga обязательно mana kranni qo'yib tur, ko'rdingizmi? Ammo o tarafiga ham qo'ydirg'lar. Qo'qqis avariyli holat bo'lib qolsa, shunday yopib turib, qog'onni o'chirib estirda, meni o'zini chiqarib turib ketaverasizlar. Mana edan avariyli holatni qilib qo'yg'lar do'stlar. Bu yerga bitta, mo kirishiga suv kiradi, mo chiqib ketadi. Обязательно qo'yg'lar do'stlar. Avariyli holat bo'lsin. Bo'lsam ponni parovoyni o'chirib suvni to'kishga to'g'ri keladi. Bitta donasi masherda ishilsa 10 ta tochka bo'lsa, hammasi o'chishga to'g'ri keladi do'stlar. O'shuni qilib ketgilar do'stlar. Mana ko'rdingizmi? Biz hozir polni mendan keyin bu yerga usta kirib mana lestnisalari bilan qilib beram. Söyleshdik lestnisalari bilan. Polni mendan keyin usta kirib bu yerga. Do'stlar. O'shunday do'stlar, ko'rdingizmi? Mendan keyin bu avtomatlarga doğru bar yo'qdi qo'yim. Tochkalarni o'zim siljitaman mana. Ko'rdingizmi do'stlar? Meni birinchi sizlarga foydali so'zim sho'rni yuvg'ila. Mana hozir sho'r yo'q deb men hozir qilib bersam, nam tiyet duvalga shpagilovkadan keyin nam tiyet. Namdan keyin sekin ko'payadi. U sirazi chiqib qayt sho'r. Do'stlar, sirazi ko'payadi. Sekin tepet sho'r. U ko'yib tepkincha usta bu yerda bitirib chiqib ketib qoladi. Keyin uydagisi dedi, telefon qilsang ko'tarmaydi. Meni ayibim emas deb tanabay turib oladi. Ayib o'zi o'shunda yuvg'anda ayib bo'ladi. Do'stlar, yuvg'ila.
Azmaz pul ketmaydi. Bitta tandir qurish uchun ham palon pul ketadi do'stlar. O'shuning uchun o'ylanib ish qilinglar do'stlar. Обязательно sho'r qilinglar. Uydagilar sho'rda yuvirg'lar. Qildiraverginglar. O'zingizga minus bo'lib qoladi. Usta aytmadi bizga devegilar. Mana men aytib o'tiraman. Sho'rda 2 sulog yuvirg'lar do'stlar. Sho'r yomon tepadi. Keyin 1 million 800 ming, 600 ming bilmem qancha rasxod qilasizlar uyingizga. Rasxod qilgandan keyin tepib beradi. Sho'r usta ketgandan keyin. Usta ketgandan keyin yana qayri usta sovag'lar. O bozorga borsanglar bekarga bermaydi materialni. Pulga beradi. Mana edan hozir sizlarga ko'rsatayin. Mana shu qan do'stlar, sho'r nimadan chiqadi? Suv tegindan chiqadi, namlikdan chiqqan. Nimaga mayerda yo'q, mayerda bor. Chunki bu yerga nam yo'q bu yerda. Bu yerdan ham chiqadi nam tegsa. Shuni bilib olinglar do'stlar. Mana bu yoqda nam yo'q deb turib, shart kelib turiblar, rodbun tortib, shpagelovka qivarveginglar. Birinchi sho'rni yuvinglar do'stlar. Mana shu yerda ham oldin suv tegishdan oldin yo'q bo'lgan, mashinam yo'q bo'lgan. Suv tegdi, mana uje nam tepib bitadi. Mana yerda nimaga yo'q? Bu yerga ham nam tegsa chiqadi do'stlar. Uydagilar minusga kirib qolsin do'stlar. Kelgancha o'zingizning uyingizni qilganday qilib berginglar do'stlar. Hozir men masalan mana yerga bir chelak suvni bitta chassam, bir jumadan keyin uje sho'r sekin ko'payadi. U sirrazili chiqmaydi u. Sekin. Mancha qo'shilib kengayib ketadi kattarib. O'ylanib ish qilinglar do'stlar. Uydagilar aytgilar. Nam sal tegseli uje tepishni boshlaydi do'stlar. Nam ozgina tegseli tepishni boshlaydi. Qarag'ala mana steshkani nami duolga tagida o'tganda. Ko'rdingizmi? Sho'rni. Mana steshka qilgandan keyin. Mana ko'rdingizmi? Sho'rni. Mana ko'rdingizmi? Sho'rni. Tepitat mo steshka qo'ygandan keyin mayerga doğru ko'tarilgan namlik. O'shindan chiqadi. Mana do'stlar. Ko'rdingizmi sho'rni? O'shinday do'stlar. O'ylanib ish qilinglar do'stlar. Ko'rdingizmi? Steshkadan keyin sho'r mashincha ko'tarilgan namlik. O'shindan chiqqan mana. Nimaga mayerda sho'r bor, mayerlarda yo'q. Bilasizlar, bu yerga hech narsa tegmagan. Agar men shpagelovka qilsam, bir jumadan keyin shunday bo'lib ko'payishni boshlaydi. Sekin ko'payishni boshlaydi. Tani rodbun qilib qo'ygansizlar, yopib qo'ygansizlar. Bir oydan keyin rodbun tishiga chiqadi. Aboy qilsangiz, aboyingizni ko'chiraveradi. Kraska qilsangiz, kraskalariga doğru tepib tashlaydi. O'shuning uchun o'ylanib ish qilinglar do'stlar. Kim uy solayotgan bo'lsa, yuvdirg'lar, ustaga aytg'lar, seni vazifang mashina yuvish deb aytg'lar do'stlar. Materialni berg'lar qilib beradi. Sho'r chiqibdir, bo'laveradi deganga quloq solg'lar do'stlar. Bo'laveradi bilan hech ham ish bo'lmaydi do'stlar. Sho'r chiqibdi, bu uyingizda sho'r yo'q ekan, o'sha yerda o'zini o'sha yerda sho'r chiqqan, ko'rdingizmi? Asherda o'zini yuvib qo'ysak bo'ldi, qolgan yaqinlar yaxshi ekan deganiga hech ham quloq solg'lar do'stlar. Bekellarda aytadi. Sho'r chiqadi, nam tegdi-bu chiqadi, обязательно chiqadi. Постоянный namlikda chiqadi degan gap bekar gap. Sal tegseli o'zi sho'r namlikni ko'paytirib oladi mana. Ko'rdingizmi? Mashiya mashinchalik bo'lgan. Qarag'ala qancha yerga egallab ketdi. Sho'r yayilib ketaveradi. Virus singari narsa kengayib ketaveradi do'stlar. O'shuning uchun sho'rda yuvdirg'lar. Обязательно yuvdirg'lar. Bovodi bu ko'chirg'lar. Shuog'ini ko'chirib o'ta mahinda bo'lib ketsa, sho'rda обязательно chilib qolib yuvg'lar. Halikda ola-bula qilib ketaverg'lar. Un bilan ish bitmaydi. Qo'lda o'tdegasiga yetti qilib. Mayli tinch bo'linglar do'stlar. Men постоянно videolarimda aytib o'taman. Sho'rda yuvdirg'lar deb. Bo'ptir, tinch bo'linglar. Kanalimizga kirsanglar, podpisatsiya bo'lib, obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar.